Birodarlar, albatta masjidga bog'lanishlikda bizga namuna bo'lgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga juda katta chiroyli misollarni tashlab ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda uyi, bilasizlar, masjidga bir devor uy bo'lgan. Birinchi qilingan ish masjidga bir devor bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda uylari. Undan tashqari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiydigan bo'lsa, namozdan keyin masjidlarda o'tirardi. Bomdod namozida to kun chiqquncha masjidda o'tirardi. Boshqa namozlarda ham masjidda namozlardan keyin ham o'tirardi. Agar bir safardan qaytadigan bo'lsa, albatta birinchi masjidga kirardi. Masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib, keyin oilalariga kirardi. Bir odam oilasidan uzoq bo'lgan odam uzoq safardan keyin to'g'ri uyga, oilasiga kiradi-yu bizda. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safardan keladigan bo'lsa ham birinchi masjiddan boshlardi. Qalbi masjidga bog'langan. To'g'ri, oilasini saqinadi, farzandlarini saqinadi-yu, lekin qalbi masjidga bog'langan. Haqiqatda ham birodarlar, bu masjidga qalb bog'lanishlik odamda oxirgi hayotlarida bu bilinib qolar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotgan paytda og'ir holatda hushidan ketib, hushiga kelib, oxirgi hayotlarini, qissalarini ko'pchilik eshitgan, siratlarini o'qigan odamlar biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotganda innal lil mauti la sakarat, albatta o'limda talvasasi bor. O'zidan ketib, o'zini yo'qotib, hushidan ketib, hushiga kelib so'ragan narsasi faqat bitta narsa bo'lgan. Masjidda nima bo'lyapti? Odamlar nima qilishyapti? Odamlar namoz o'qidimi deb so'rab turgan. O'zidan ketib o'ziga kelganda so'ragan narsasi shunday bo'lgan. Keyin ya Rasululloh, odamlar sizni kutib turishibdi masjidda deb javob berishardi bu yoqdagilar. Keyin bir o'ziga kelganda sal o'zini yengilroq his qildi-da, keyin 2 ta odamni o'rtasida masjidga chiqdi. Ya'ni og'ir holatdagi odamni 2 ta odamni yetalab olib chiqayotgan holatini hamma buni biladi. 2 ta odamni o'rtasida masjidga chiqib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da oldiga o'tirdi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga bunchalik bir qalblar masjidga bog'langanligini bizga bir ko'rsatib, oxirgi hayotda, ya'ni o'lim talvasasida yotgan, o'lim to'shagida yotgan odamni tasavvur qilib ko'ring, qanday holatda yotadi. Unga biror narsa qalbiga botmay qoladi. O'zi og'ir holatda yotgan bo'lsa, lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday holatda 2 ta odam yetalab masjidga olib chiqishlik haqiqatda ham qalbi bog'lanishlik. Bu birodarlar, yana qaytarib aytib o'tadigan narsamiz, mavzu qiyomat kuni og'ir holatda Alloh taoloning soyasida, Alloh taoloning ko'lankasida turadigan 7 ta odamda bittasi qalbi masjidga bog'langan odam haqida gap ketyapti birodarlar. Haqiqatda ham ta'sirli bir misollardan, bizga ibrat bo'ladigan misollardan doktorlardan bittasi aytib beradi. Bu doktor Banisada reanimatsiyada ishlar ekan. Bir kuni ishga keldim. Ishga kelsam, kasallar reanimatsiyadagi holatda ko'pchilik biladi. Ana shu yerda qirovatlar qo'yilgan, har xil kasallar o'zida emas, o'zida shunday og'ir holatda yotqiziladi. Bir kun kelsam, bitta oqsoqol yangi Banisaga kiribdi, o'zida emas. Ya'ni hushidan ketgan holatda Banisada yotibdi. Ana shu joyida yotibdi. Men ishlarimni bitirib ishdan ketdim. Yana 3-kuni yana men navbatim edi, smen edim. Kelsam, haligi oqsoqol yana ana shunday holatda yotibdi dedi. Kechgacha o'zimizni ishlarimizni, ya'ni kasallarga qarashli ishlarimiz bo'ldi. Keyin kechga yaqin asr paytda bir qiziq voqea bo'ldi dedi. Doktor aytayapti. Qiziq voqea, birdaniga ana shu yerdagi ishlaydigan medsestralar vahimaga tushib harakatlanib qolishdi. Qarasam, haligi oqsoqol o'ziga kelib ketibdi. O'ziga kelib, qirovatida yotgan oqsoqol o'rnidan turib, ya'ni o'tirib, qirovatdan tushaman deb turgan paytda medsestralar ko'rib qolib, yugurg'ilab borib ushashdi. Biz ham bordik. Borsak, oqsoqol haligi 3 kun o'zini hushidan ketgan, o'zini yo'qotgan oqsoqol 3-kuni o'ziga kelib, qirovatdan tushaman deyapti. Oqsoqol, "Qayerga tushyapsiz? Siz og'ir holatda yotibsiz" desa, haligi oqsoqol, "Asr o'tib ketyapti ekan, men namozda o'qib kelay" deyapti dedi.
qayerga borasiz o'qib kelgan desa, masjidga chiqmasam bo'lmaydi, men asr o'tib ketyapti ekan, men masjidga chiqib kelay deb oqsoqol haligi medsestralar bilan talashib turibdi. Oqsoqol, siz больницаning reanimatsiyasida yotibsiz oqsoqol. Og'ir holat, 3 kun hech narsa yemagan, og'ir holatda zaifsiz hozir oqsoqol desak, hech ko'nmaydi dedi, urishadi. Oxiri ko'ndirdik dedi. Keyin suv olib kelish dedi. Keyin suv olib kelsak, tahorat qilib turib, haligi o'tirgan yerida namoz o'qidi. Namoz o'qib turib, alhamdulillah, asr o'tib ketay debdi, men bilmay qolishga sal qolibdi. Yaxshi asrda o'qib oldim dedi. Qaytib haligi joyiga yotib, joni chiqib ketdi dedi. Ya'ni qalb masjidga bog'langanligi shu darajadagi 3 kun o'zida yo'q. Shundan ketgan odam Alloh taolo unga husnul xotima, ya'ni oqibati, ya'ni chiroyli o'tishlik uchun Alloh taolo haligi oqsoqolni o'rgatib turib, asr namozini o'qib turib jonini olishligi bo'lib ham haligilar bilan talashib tortishib masjidga chiqmasam bo'lmaydi deb, ana shunday holat birodarlar, bu haqiqatda ham ibratli holat. Yana boshqa bitta voqea, qisqagina voqea, bitta doktor aytib berayotgan narsa boshqa voqea faqat. Banisada bitta oqsoqolni kelib yotqizishdi. U ham o'zida emas, og'ir holatda yotibdi, qo'liga uqollar sayilgan, haligi kardiogramma, haligi yuragini tekshirib turadigan og'ir holatda yotganlarda holatini hamma biladi. Haligi televizori bo'ladi, yurakni urishini ko'rsatib turadi. Ya'ni har xil chiziqlar bilan. Ana shunday holatda yotibdi, yuragi sekinroq uryapti haligi oqsoqol. Keyin farzandi kirdi. Farzandini tanishi u doktor. Keyin farzandi kelib otasini quloqiga, "Ota, yaxshimisiz, tuzuymisiz?" deb so'radi. Keyin ana shunday holatda yotibdi. Keyin bolasi, ota, masjidda odamlar sizni kutishyapti. Ozon aytilmabdi, hali odamlar sizni kutib turibdi" deb haligi bolasi quloqiga aytayapti deydi otasi. Qarab tursak, haligi sekin urayotgan yurak qattiq urishni boshladi deydi. Ya'ni og'ir holatda yotgan. Ya'ni albatta bir yo'li o'zini yo'qotmagan, lekin hushida emas. "Ota, yaxshimisiz?" desa, o'sha o'zi deyla turibdi. "Ota, odamlar masjidda sizni kutyapti. Hali ozon aytilmadi. Odamlar sizni ozon aytishingizni kutib turibdi" desa, yurak tez uryapti deydi. Men bu shundaylar sodifa bo'lsa kerak deb o'yladim-da, farzand ketgandan keyin men ham bir sinab ko'ray dedim. Yuragi haligi bir xil holatda uryapti. Keyin men aldiga keldim-da, quloqiga, "Oqsoqol, holatingiz qanday? Men doktorman. Tuzuymisiz? Biror shikoyatingiz bormi?" deb quloqiga aytdim deydi. Bir holat. Keyin yana men sinash uchun, "Oqsoqol, namoz vaqti o'tib ketyapti, ozon aytilmabdi. Masjidda odamlar sizni kutyapti" desam, yuragi qattiqroq urishni boshladi deydi. Hali tez urib, hali hijolat, birodarlar, ana shunday holatda odam jo'n xotirjam yota olmayapti deydi. Qalbi chunki masjidga bog'langan uni. Alloh taoloning zikriga namoz o'tib, ba'zi odamlar bilasizlarmi, bir og'ir holatga tushsa juda xavotir, hijolat bo'lganda ularda g'ami shunday bo'ladi. Haqiqatda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgandek, "Rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid", qalbi masjidga bog'langan kishi, ya'ni qiyomat kuni 7 toifa odam, og'ir holatda Alloh taoloning soyasida turadigan odamlarda bittasi qalbi masjidga bog'langan odam. Birodarlar,